Xana Zübeyri xanım. Xana Zübeyri xanım növətdə Uyğurlar üçün ən küçlük hərəkət qılıbatqan Amerikалық musulmanlarning biri. Muxbir və kişilik hüquq fəaliyyətçisidir. O, Muslim Matters Org-ning baş müharriri. Həmmə üçün adalet, Justice for All namidagi kişilik hüquq təşkilatının Washington məsulü. Xana Zübeyri xanım Birma alayda armiyasının Rohingya musulmonlari ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun atlangan. Shundaqla Kashmir musulmonlarini qo'llash harakatiga aktiv ovoz qo'shgan. Xana Washingtondagi Muslim Link gazetining kasbiy muxbir bo'lib ishlagan. CNBC Asiya va Dunyo televiziya xabarlarida muxbir va film ishligchi bo'lib xizmat qilgan. Xana Zübeyri dunyoning har qaysi joylarida musulmonlarga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikqa va zulmga qarshi aktivlik bilan harakat qilayotgan o't yurak inqilobchi desak xatolashmaymiz. Xana Zübeyri Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lageri masalasi xalqaraga oshkor bo'lgandan beri Uyg'urlarning sepida turib, turli faoliyatlarga ishtirok qildi. Bu haqda maqolalarni yozdi. Xitoyning Uyg'urlarga nimalarni qilayotganligi to'g'riliq nutuq, leksiyalarni so'zlab, dunyo jamoatchiligini, jumladan islom dunyosini Uyg'urlarni qo'llashga, Xitoyga qarshi g'azab nafratini ifodalashga, Xitoyning melini setib olmaslikka chaqirdi. Qobiliyatli muxbir va o't yurak aktivist Xana Zübeyrining Rohingya Kashmir musulmonlari bilan bir qatorda Uyg'ur fojiasiga kuchlik inkas qaytirishi bo'libmi dunyo musulmonlarining haqiqatni to'nib yetishida muhim rol o'ynadi. Xana Zübeyri xanım 2019 Ramazan oyida Facebookda Uyg'ur fojiasi to'g'risida dunyodagi musulmonlarga xitob qilib so'zlagan naq maydon tarqitish leksiyasida Uyg'urlar uchun yosh to'kib turib monolarni tilga olgan. Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkistonlik 3 million musulmon qarindishimiz yig'ilish lagerlarga solandi. Bundaq bir ahvolni tasavvur qilish to'limi qiyin. Biz bu masala haqida nimalarni qila olamiz? Men bu haqda biz qila oladigan bir necha ishni tashabbus qilaman. Buning birinchisi va eng muhimi biz Xitoy ishlab chiqargan mahsulotlarni setib olishni to'xtatishimiz lozim. Mayli karxanchi bo'layli, mayli davlat bo'layli, mayli yakki shaxs bo'layli, biz cho'qim Xitoy mahsulotlarini setib olishni to'xtatayli. Taki Xitoy bizning ashu musulmon qarindoshlarimizni tutib solashni to'xtatganga qadar shundoq qilayli. Biz Ramazonda o'qiyotgan hadislarni misolga olayli. Biz İmam Buxoriyning asarlarini o'qiymiz. İmam Buxoriy ashu diyordan chiqqan shaxs. Bu nimadan derak beradi? Bu ashu zamonlarda islomning shuncha baldur yetib borganligidan derak beradi. Xitoy qurgan jazo lagerlariga solangan kishilarning sizlarning ota-onanglar, akanglar, eninglar, ochanglar, singlinglar, hammanglar yoki yaqin do'stinglar bo'lgandagi holatini tasavvur qilib beqinglar. Solanganlar bizning mushu xildagi yaqinlarimiz bo'lgan bo'lsa, biz qandoq bo'lib ketatdik? Uyg'urlardan men paranglashgan birla odam emas. Men paranglashgan har bir Uyg'ur o'z oilasidan, mahallasidan, tuqqanlardan jazo lagerlariga solangan barliq o'zi to'naydigan yoki to'nimaydiganlar orasidan jazo lageriga solanganlarning o'nlab, hatto yuzlab kishi borligini tilga ilishidi. Bu bugungi davrimizdagi to'limi ichinishlik reallik. Xitoy Sharq Turkistondagi musulmon qarindoshlarimizga ziyonkashlik qilyotidi. Biz o'zimizni Sharq Turkistonda yashayotgan bir Uyg'ur ayol sifatida tasavvur qilib baqsaq. Mening erim jazo lageriga elib ketilgan.
Mening uyimga Xudoga ishonmaydigan bir dinsiz Xitoyni mening erim sifatida uyimga akirib qo'yilishini, 17-18 yoshlarga kirgan qizimning majburiy holda dinsiz Xitoyga xotin qilinib berib etilishini, bo'lmasa meningmi jazo lagerga solinib etilganligimni tasavvur qilayli. Bu bir reallik, bu bir amaliyotda yuz berayotgan ish. Sharq Turkistonda yashaydigan bir Uyg'ur bo'lish sifatingiz bilan sizning hamma ibodatlaringiz cheklangan. Hatto o'z uyingizda jim holatda sukut turishingizmi uyingizga qo'yilgan nazoratchilar tarafidan so'roqqa tortiladi. Jim turib qolsangiz, sen Allohni eslavatamsan, namoz o'qiyotamsan degandek savollarga duch kelasiz. Sizning har bir harakatingiz nazorat ostida. Xitoy hozir dunyodagi eng cho'ng kuchlardan biri. Uningga qandaqmi qarshi chiqa olamiz deydiganlar bor. Biz Xitoyga iymonimiz va vijdonimiz bilan qarshi chiqamiz. Biz musulmonlar dunyosi Xitoy ishlab chiqargan tasbih, jay namozlarni setib olamiz. Xitoy bo'lsa bizning o yerdagi qarindoshlarimizga qattiq zulm qilyotdi. Biz nemishqa ularning mahsulotlarini setib olgudakmiz? Biz Xitoyning melini setib olmasligimiz kerakligini o'zimiz bilan cheklab qo'ymay, boshqalarga uni bildirishimiz lozim. Uyg'urlar to'g'risidagi rasm, maqola ulanishlarni ham bahirlab qo'yib, bu haqdagi temalarning ostiga inkas yozib qo'yib, men qilishga tegishli ishimni qildim deb qarab o'ltirsangiz bo'lmaydi. Qiladigan ish ko'p. Agar siz musulmon o'lkasida yashayotgan bo'lsangiz, u davlatingizdagi rahbarlar Uyg'ur krizisi to'g'riliq so'z qilishni rad qilsa, ular bizning manfaatimiz va orzu istaklarimizga vakillik qilmasa, u holda biz o'zimizga o'zimiz vakillik qilamiz. Har birimiz o'z oldimizga Xitoyning melini setib olishdan yiroq tursak bo'ladi. Mening Uyg'urlarning ota-onasi, tog'isi yoki qarindoshlari jazo lagerlariga solangan do'stlarim bor. U yerdagi qarindoshlarimiz ovozini chiqara olmaydi. Biz undaq emas. Biz Xitoyga qarshi ovozimizni chiqara oladigan afzallikka ega. Biz ular uchun ovozimizni chiqarishimiz kerak. Necha million musulmon qarindishimizning Allah'ni inkar qiladigan dinsiz hukumat tarafidan jazo lagerlariga solab qo'yilganligini anglab, ko'rib, hech ish qilmasdan o'ltira olmaymiz. Nashrga tayyorlig'ichi Hikmatyor Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 9-sonidan ilindi.